Leksimizin amdaki mavzusiga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Boy bo'ldi. Beijing nemish O'rta Osiyoda harbiy ishlar markazi qurdi. Boy bo'ldi. Beijing nemish O'rta Osiyoda harbiy ishlar markazi qurdi. Mavzuda xabar 9-oyning 27-kun Dovitor betida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Navbatda Tojikiston matbuotlari xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Tojikiston hukumati yangi bir kelishim loyihasini e'tirof qildi. Bu loyiha oshkorildiki, Jungo mablag' yordam qilishdan foydalanib, Tojikistonning chegara qo'g'dash qismlariga 4 dona chegara qorbulxonasi, bir yurish harbiy ta'lim-tarbiya markazi qurib berdi. Kelishimga asoslanganda Jungo Tojikistonga yordam berish mablag'idan foydalanib, chegara qo'g'dash qismlariga ma'muriyat binosi va ishxona, turalg'i uy va boshqa yurishlashgan aslahalarni qurib berdi. Chegara mudofaa qismlari ishxonasi, binosi, turalg'i uylari, harbiy mashq maydonlari yasab bermoqchi bo'lyapti. Kelishim bo'yicha barliq turlarning chertyoj loyihalarini Jungo olimlari, injenerlari loyihalaydi ekan. Balki Tojikiston hukumati qurilish ketgan material va yer ko'lami jihatda boj seliqqa va boshqa pul talab qilmaslikqa va'da bergan ekan. Boj olmayman deb, pul talab qilmayman deb va'da bergan. Xabarda mundaq ko'rish. Jungo bugun Tojikiston iqtisodiga muhim mablag' solg'uchidir. Jungo Tojikiston 1 milliard dollar qarz bergan. Bu Tojikistonning tashqi qarzining yarmini egallaydi ekan. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Tojikistonning jo'grafiyalik o'rni va atrofidagi muhitga diqqat qilganda 4 dona qorbulxona va harbiy ta'lim-tarbiya markazining qurilishi undaq oddiylar tashqariga yordam qilish turi emas. Diqqat bu jumlaga jumla. Tojikistonga shuni qurib berish undaq oddiylar tashqari dunyoga yordam qilish turi emas, balki g'arb yurishqilishning yurishlashgan bexatarlik kapolatidir. Yoki Jungoning g'arb tarafiga yurish qilishning, balki yurish qilishning yurishlashgan bexatarlik kapolatidir. 8-oyning 3-kun 4 davlat Afg'oniston, Pokiston, Jungo va Tojikiston, ya'ni Xitoyiston qatorliq 4 davlat terrorizmga qarshi funksiya qurib, Urumchida yig'in ochdi. Mustamlikasi Uyg'uriston, mustamlikasi Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida yig'in ochdi. Bu ish har tarafdan qizg'in munozarasini qo'zg'adi. Bu ish bir tarafdan funksiyaning qurilishida qudratli davlat Rossiyani chetga qilyapti. Rossiyani chetga qilyapti degan bu jumla xabarda kiribdi, lekin ishonmaydi. Ishlamaydi, bunday ishlamaydi. Bu jumla qo'pol qo'yilgan jumla ekan. Xitoyning O'rta Osiyo masalasi Rossiyani qiqib etishi, Xitoyning ko'rgan tushujima va tarix pishimchi ko'rgan tushdigina va Xitoy O'rta Osiyoda Rossiyani qiqib etishi kulkilik gap bo'ldi va yani bir tarafdan funksiyaning o'ttirg'i chiqishi mushurayni Jungoning nihoyat kuchli strategik siyosat bilan mashg'ul bo'ladigan g'arazini oshkorlab qo'ydi. G'arazini oshkorlab qo'ysa bu bir g'araz, harakatga o'tmagan g'araz, amaliyleşmeyen g'araz, xiyol, bir cho'sh. Sening O'rta Osiyo qanday kiralishingni qana harbiy jihatdan. Bunda aytganda sen hozir O'rta Osiyo, Tojikiston harbiy baza qurmoqchi, balki g'arazing shu. Shu yerga qanday kiralaysan, qani bir ko'raylik, biz hayot vaqtimizni qilib baqa bir ko'raylik. Sen Rossiya kirgizamdi, kirgizmamdi ko'raylik. Bo'libmi diqqat qildigan markaziy O'rta Osiyoga, bo'libmi diqqat qildigan markaziy O'rta Osiyo rayoniga markazlashganda, bu yer Rossiyaning eng muhim ta'sir doirasiga rayondir. Rossiya, O'rta Osiyo Rossiyaning eng muhim ta'sir doirasiga rayondir. Jungoning bir yo'l bir belbog' siyosati Moskvaning rayon xarakterlik yetakchilik o'rniga talab qo'ydi. Mumkinmi? Sening bir yo'l bir belbog' siyosati yoki Jungolikning siyosati Rossiyaning O'rta Osiyo siyosatiga talab qo'yish mumkinmi? Qo'yilishi mumkinmi? Men balki subyektivizmlik bilan buning hukm qilayotgan bo'lishim mumkin. Balki xatodir. Lekin men Xitoyning Rossiyaga siyosat jihatdan talab qo'yilish, men bunga ishonmayman. Rossiya ochiq oshkora qarshilashmasa, lekin konkret masalalarda ancha aktiv bo'lmaydi.
Yuqorqida harbiy ishlar qurilishleri değildi xabarda. O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlarda elib beriladigan bo'lsa, Jungo'ning g'arb yurish qilishning bexatarligini kapolatga qildi Alasharin. Oxirgi jumlaga diqqat qildingizmi, hurmatli vatandoshim? Bugun Tojikiston harbiy ishlar qurilishi bilan shug'ullanyapti. Ataga O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlarda shug'ullandi. Undaq bo'lgan bo'lsa, Jungo'ning g'arb yurish siyosatining bexatarligini kapolatga harbiy kuch bilan, harbiy baza qurish bilan kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Başında masayiş bağımı dünyada. O'rta Osiyoning manqurtlari, Rossiyani sen yaman degan bo'lsang bo'ptila. Rossiya seni mustamlik qildi deb og'rinib qolgan bo'lsang bo'ptila. Lekin Rossiya sen kostyum kiyishni o'rgatdi. O'rta Osiyolik manqurtlar, Rossiya sen kostyum kiyishni o'rgatdi. Agar Xitoy O'rta Osiyoga kirdigan bo'lsa, ozgalda axlat jundidan yasagan sumay bilan polov etib yeyishga, lag'man etib yeyishga majbur bilasan, O'rta Osiyolik manqurtlar. Sana Xitoy shuni taqdim qiladi. Azgalmayı deb atavatıdı hozir Jungo'da. Azgaldagi axlat suvni ko'p bo'ladi, yig'ib ekilib, shuni yasagan sumay bilan sen polov etib yeyishga, lag'man etib yeyishga majbur bo'lsan, O'rta Osiyolik manqurtlar. Mushlarning hammasi yig'ib kelganda 10,000 kvadrat kilometr zaminni, masalan, proton deydigan ses gaz qaytaradigan zig'in Rossiyaga nima uchun beryapti? Bu xushomatmi yoki Rossiyani Xinjiang masalasiga yana bir qatam bog'lab turishmi? Men boshda aytdim. 12. Yaponiya Rossiya söhbeti başlandı dedim. Bu söhbetim işenmen ki eğer Şimaldaki Tötaral meselesi Rossiya'nın kaytırıp bir işi Prezident Vladimir Putin'nin Shinzo Abe'nin kaytırıp elişinden ibaret mışındak nersi yığında söhbet tutturup koyulurken Yaltı sistemisi oturuğa çıkıdı. Yaltı sistemisinin Irak Şark stratejisi oturuğa çıkıdı. Yaltı sistemisi setilgan Manjuriya, Uygurustan ve İçki Mongoliya Katarlık devletlerinin meselesi oturuğa çıkıdı efendim. Bularını meyle aşkarı oturup koysun koymusan, içki devlet oturusu üstelik bu çıkıdı. Hazır Xitay şunun için çiçi bitip bağan gel. Şunun için Şinjan'da 10,000 kvadrat kilometre zeminne proton deydiğen zehirlik gazın çeşitçi Rossiyaga berip atkan gel. Dikkat kıldınız mı vatandaşım? Mesela bir şey de o teknik setöveliş, teknik eliş meselesi emas. Teknik degen dollarla kildiğen nima o? Kendi teknik olduğun boz dollar bilen setip aldığan nima? Xitay onun için bunçalar hoqalı kılıp ketmeydi onunla. Dollar degen Xitayning yançıqıda hazır qog'ozga sharaqshib turibdi. Hozir gap ya bu işin tegi-tektining kelişi 12. aydagi Rossiya Yaponiya söhbetiga munosabatlik. Şinjan'da 10,000 kvadrat kilometre zeminni beriş. En tegi-tekti etken tegi-tekti bunu tegi-tekti yetip bardı gayrı Rossiya Yaponiya söhbetiga munosabatlik. İkincisi Xitayning g'arizi O'rta Osiyoga singib kirish. O'rta Osiyo davlatlarida harbiy baza qurishdan iborat g'ariziga munosabatlik. Şunu Şinjan'ı boşlup berish nimasini da'vat. Agar mushqatim biz Prezident Vladimir Putinga iltimos qildik, shundaqla Shinzo Abe, vazir Shinzo Abe iltimos qildik. Agar Yaponiyaning shimoldagi Tötaral masalasi ikki davlat o'tirishib hal bo'lgan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi hukumati va uning prezident Vladimir Putin apandi Xitoy bilan imzolangan ikki qatimliq shartnoma. Hatto Vladimir Putin apandi bilan Jiang Zemin imzolagan 2001-yildagi shartnoma. Bu shartnomaning mazmuni zodi nima? Çünkü 2000-yılı 11. ayda, 2000-yılı 7. ayının 28. gün Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Majlisi Uyg'urlar to'g'risida, Rabiya Qodir to'g'risida qonun loyiha ma'qulladi. Jiang Zemin oldirab dinab o'tirg'ich 2001-yil Uyg'ur masalasiga bahona yoki yo'shin oldi chegara suhbati elib berib Vladimir Putin bilan yana bir qatam do'stlik, qo'shnidoshchilik, inoqlik, hamkorlik shartnomasi imzoladi. Bu o farkı yok. 45-yillik shartnoma, 50-yillik shartnoma bilan 2001-yillik shartnomaning hech qanday farqi yo'q. Masala tegi-tekti Şinjan masalasi. Aşağı tushunsanlar bo'ladi vatandoshim.